JavaScript bilamiz. Buni brauzerdagi dasturiy qismda ta'minlab bersa, bakenddagi serverdagini ko'proq PHP da qilamiz deyapmiz. JavaScript o'zida ham amalga oshirsak bo'ladi. Bunga o'sha ko'plab hozir kutubxona frameworklar chiqib ketdi. Endi ana shu backend, ya'ni server bilan brauzer o'rtasida ma'lumot almashinishi uchun nima qilinadi? Bugungacha ko'p yo'llarda foydalanilgan HTTP request degan narsa bor. Sizlar bilan formalarda ko'rdik, get bilan postda. Get bo'lsa qanaqa edi? Formani metodi get bo'ladigan bo'lsa, u mana yerdagi ma'lumotlardan formani ichidagi ma'lumotlar mana yerda qo'shilib ketardi. Masalan, ism teng, masalan Anvar bo'lsa, Anvar bo'lib chiqib qoladi. Bo'lsa mana bu narsa ko'rinmas edi. Shunchaki index HTML turadi. Xuddi ana shu narsa HTTP requestlarning metodlaridan ikkitasi. Undan tashqari yana hozir JavaScriptda qo'llaniladigan boshqa metodlar bor. Ma'lumot o'chirish, ma'lumot kiritish, put bor, delete bor. Yana bor edi qanaqadir bitta. O'shalar orqali xullas ma'lumot almashishni ta'minlab beradigan uslublar, metodlar. Endi mana shu HTTP metodlardan foydalanib ko'proq endi XML HTTP request degan narsa bor, o'shandan qo'llanilar edi. Bu ma'lumot almashinib turganda XML bo'lib fayl bo'lib kelardi. XML ham bitta fayl. Bu HTML ga o'xshab ketadi. Masalan, ism degan o'zgaruvchilar kelib turgan bo'lsa, ism bo'lib turib, mana shuning ichida ma'lumot keladi. Masalan, XML da xuddi mana shunaqa sintaksisga ega. Mana shu XML HTTP requestda shunday holatda ma'lumotlar uzatilgan. Endi hozir ko'proq JSON orqali, JSON fayl deymiz. JSON orqali hozir ma'lumotlar bir-biriga uzatiladi. Va buning uchun ana shu ma'lumot uzatilyapti turganda ancha soddalashtirildi. XML bilan ishlashga qaraganda bu ancha sodda. Oddiy bitta funksiya yordamida istalgan saytdan ma'lumotni bemalol olasiz. Narigida ham olsangiz bo'ladi, faqat funksiyasi ko'payib ketadi, tekshirish ko'payib ketadi va hokazo. Masalan, hozir saytlarga kiryapsizda, tekshirsangiz pasport danlilaringizni qatorasiga chiqarib beryapti. Bu faqatgina o'zining saytidan emas, boshqa saytdan ham sizga ochib bergan ma'lumotni foydalanish imkoniyatini beryapti. Mana shu pasport ma'lumotlari qayerdan olyapti? Shu pasport danli kiritilgan bazadan sizga o'zingiz sayt boshqa bir saytga ma'lumot olib beryapti. Endi faqatgina boshqa saytdan emas, o'zingizning loyihangiz ichida ham ma'lumotlar almashinish imkoniyati bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bir xil saytlarni ichiga qo'yib qo'yapti. To'lov tizimlarini PMI orqali ishlash va hokazo orqali ishlash. Ular ham xuddi shunaqa bir-biriga ma'lumot almashinish imkoniyatini berib qo'ygan. Endi mana shu ma'lumot almashinishda ma'lumot olishimiz mumkin yoki bo'lmasa ma'lumot uzatishimiz mumkin. Va bunday holatda shu API degan narsadan foydalaniladi. APIlar, JavaScript API. Bungacha APIlardan foydalanishdan oldin hozir aytib o'tganimiz XML HTTP request jQuery JavaScript frameworkini qo'llab turib Ajax degan texnologiya bo'lardi. Ana shu Ajax jQuery da foydalanish juda ham oson, sodda. JavaScript o'zini ham qo'llashimiz mumkin. Ana shu ma'lumotlarni olishimiz uchun qo'llanilgan Ajax texnologiya, Ajax asinxron JavaScript bir balo XML xullas. Shu ma'lumotni olib beradi bizga. Va mana shu ma'lumotlarni olib beryapti turganda, u qaysi uslub bo'lishidan qat'iy nazar o'rtada so'rov yuzaga keladi. Siz nimadir so'raysiz, so'rovingizga nisbatan qandaydir javob keladi. Ya'ni serverdan siz so'raysiz shunday holatda. Va bu so'rovlar silkalar orqali amalga oshiramiz. Endi mana shu so'rovlarni ishlashini soddalashtirish uchun, ya'ni bundan tashqari kodlarimizda ham juda ham ko'p holatlarda soddalashtirish uchun Promise degan klass yaratilgan. Promise. Biroz tushunish noqulayroq, lekin bir qator ko'rib o'tamiz. Promise'dan foydalanishda amaliyotda qo'llab rivojlantirib boraverasizlar.
hozir u qadar ko'p backend bilan ishlamaymiz. Bugun mana shu promislar, JSON fayl bilan ishlash va hokazolarni o'rganib, keyingi darsga mayli o'sha ob-havo tayyor ochiq kontent bor. Ob-havo uchun bitta chiroyli loyiha yaratamiz, xuddi musiqa pleyeriga o'xshab. O'sha ob-havoni bizga necha gradusdaligi, qanday holatlar va hokazolar. Buni endi keyingi darsda qanday foydalanishni ko'ramiz. Bugun endi ana shu API'lar bilan ishlash uchun nimalarni bilishimiz kerak. Shulardan hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda JSON. Bu o'zi nima JSON? Biz sizlar bilan obyektlarni ko'rdik. Masalan, telefon obyekti desam, model Samsung S22 deydigan bo'lsam, undan keyin colorini black deydigan bo'lsam, endi mana shu telefonni konsolga load qilib chiqarib dedi. Telefon saqlab eshitib olsak, mana obyekt sifatida bizda ma'lumotlar hosil bo'lyapti-ki. Endi biz o'sha so'rovlar yuborayotganimizda ma'lumot uzatish yoki ma'lumot qabul qilishda to'g'ridan to'g'ri mana bu narsani jo'nata olmaymiz. Obyektni buni JSON holatiga keltiramiz, mana shunday holatda ishlash ta'minlangan va buni JSON ko'rinishida jo'natamiz. Endi JSONga qanday qilib o'tkaziladi? Ko'proq endi obyektlar bilan ishlashga bizga mo'ljallangan. Mana shu JSONda obyektga o'tkazishimiz uchun nima qilamiz? O'zgaruvchi olaylik. JSON degan. Endi bu mana shu telefonning ichidagi ma'lumotlarni JSON formatiga o'tkazib bersin. Buning uchun quyidagicha funksiya bor. JSON deb katta harflar bilan yozasiz va stringify degan funksiya bor. Bu narsa obyektni JSONga o'tkazib beradi. Shu yerga obyektni yozsangiz, telefon. Mana JSON stringify degani mana obyektni nimaga aylantirib berar ekan? JSON faylga, JSON ko'rinishga o'tkazib berar ekan. Endi shu yerda JSON chiqaradigan bo'lsa, eshitib oladigan bo'lsak, bu obyekt mana bunisi. Buni keyingi mana kelyapti turgani JSON ko'rinishida. Qarang, buni ham o'sha figurali qog'ozda ekan. Faqat farqi nimada ekan? Bu yerda kelyapti mana keyda turnoqni ichida yozib qo'yibdi. Key value pair bunda. Mana shunday holatda ifodalanib kelyapti. Demak, obyektdan JSONga o'tkazish uchun qaysi funksiya ekan? JSON stringify. Endi biz ma'lumotni JSON qilib jo'natyapmiz ekan yoki bo'lmasa JSON qilib olyapmiz ekan. JSON qilib mana shu ma'lumotni oldim deb tasavvur qiling. Shu JSON faylga mana shu backenddan kelyapti deb tasavvur qiling. Endi shuni men o'zim foydalanishim uchun endi nimaga aylantirishim kerak? Obyektga aylantirishim kerak. Endi buni obyektga aylantiraman. O'zgaruvchi olay. Telefon 2 deydi. Endi buni aylantirish uchun yana JSON deb turib parse degani bor. Mana shu ikkita funksiya bor. JSON stringify, JSON parse. Va shu yerga endi JSON berib yuborsam, telefon 2 ni saqlab eshitib oladigan bo'lsa, mana bir xilda holatda. O'sha obyektimiz o'sha obyekt ekan, mana. Bu birinchi o'zimiz yaratgan mana telefonimiz. Bunisi bo'lsa buni JSON dan o'giryapti obyektimiz. Demak, JSONga o'tkazish, JSON stringify bo'lsa, JSON dan obyektga o'tkazish, JSON parse ekan. Tushunarlimi? Mana shu ikkita funksiya bor xolos, JSONga o'tkazish. Muammo yo'q hech qanaqa. Endi JSON bo'yicha bilishlaring kerak bo'lgan narsa hozircha shu. Endi promislar. Promise tayyor yaratilgan JavaScript class. Biz bu klassdan foydalanish uchun bu klassdan obyekt olishimiz kerak. Mana obyekt olaman. Instantda
promise new promise deymizda va mana shu yerda funksiya keladi, callback funksiya. Funksiyani ichida ikkita yana callback bor. Resolve bilan reject. Bu promise nima o'zi? Promise orqali ma'lum bir ishlarni bajar deb turib siz buyruqni berasiz. Bu ishni bajar deb turib aytganingizda mana shu promiseimiz 3 xil holatda bo'ladi. 3 xil. Birinchisi mana shu hali bajarilyapti turgan payt. Yakunlangan yo'q. Promise bajarilyapti. Ya'ni kodlar bajarilyapti. Ertasi aytishingiz mumkin, ekranga ma'lumot chiqar deyishingiz mumkin, backenddan ma'lumot olib kel deyishingiz mumkin, yoki qandaydir ashula degandan keyin promise tugadi deyishingiz mumkin va hokazo. Siz buyruq beryapsiz. Demak, bu promise bajarilyapti turgan payt. Endi keyingi holat, promise keyingi holati mana shu promise muammosiz bajarildi. Ya'ni hal qilindi. Bajarildi holati. Solved deyiladi. Solved status deymiz. Fulfilled status ham deyiladi. Bu ikkinchi holat. Endi uchinchi holat mana shu siz qandaydir buyruqlarni beryapsizda, oxiriga qandaydir muammolar orqali yetib bormadi. Yarim yo'lda to'xtab qoldi. Masalan, backenddan ma'lumotni olyapsizda, to'liq yetib kelmadi. Nima bo'ladi bunda? Bajarilmadi holat bo'ladi. Ya'ni error bo'ladi, xatolik yuzaga keladi. Bu promise rejected holatiga aylanadi. Rejected. Endi ana shu bajarilish va bajarilmaslik holatlarini amalga oshirish uchun mana bu yerda degan callbacklar bor. Shu callbacklardan foydalanib turib promise yaratib ko'ramiz. Endi bu promise'ni ishlatish uchun avval promise'dan obyekt olib yaratib olaylik-da, keyin qo'llaylik. Endi bunga qanaqa misol olsak bo'ladi? Mana shu bazadan kelyapti turgan ma'lumotni tasavvur qilaylik. Endi buni obyekt sifatida emas, oddiy xabar sifatida ko'raylik. Masalan, birorta ism kelyapti deb tasavvur qiling. Ism deymiz. Hozir qanday tushuntirsam? Soddaroq yo'ldan ketib turaveraylik, keyin murakkablashtiramiz. Xo'p, demak, promise e'lon qilinar ekan ichida resolve va reject degan callbacklarni ko'rsatasiz va buning ichida avtomatik foydalanishga bizga mo'ljallangan resolve degan funksiya bor. Bu resolve mana shu muammosiz ishladi degani promise. Oxiriga yetdi degani. Konsolga log qilib okey. Resolve. Ismni jo'natsin. Ismga masalan Anvar deylik. Endi promise'im tayyor. Saqlab turib F5 ni bosadigan bo'lsam, okey holatda bo'lyapti. Lekin bu jo'natyapti turgan mana Anvar degan ma'lumotni men foydalanolmayapman. Endi bundan foydalanish uchun nima qilamiz? Mana shu promise obyektimda zen degan metodi bor. Zen. Mana shu zen degan metodimga funksiya yozaman. Funksiya kelyapti turgan ma'lumot. Data deydigan bo'lsam, data endi konsolga log qilaman. Assalomu alaykum. Data elementi saqlab F5 ni bosadigan bo'lsam, qarang. Mana konsolga log qilib okey deyapti. Undan keyin assalomu alaykum Anvar deyapti. Bu qanday holatda ishlayapti? Men mana promise ko'rsatganimda, mana kodlar ketma-ketligi ishlashi bilan ham mana promise yaratilyapti turgan paytda konsolga okey
hech qanday muammo yo'q deyapman. Hali muammo bor yo'qligini bilmayman, lekin men muammo yo'q deb tasavvur qilyapman. Va resolve degan funksiya bu promise o'zining ichidagi funksiyasi. Resolve degan funksiyani callback funksiyani ishga tushirib yuboryapti. Va bu nima degan ma'lumotni qaytarib beryapti? Anvar degan. Mana shu yerga siz qanaqa ma'lumot qaytarishini ko'rsatasiz. Endi qaytaryapti turgan ma'lumotdan foydalanish uchun nima qilasiz aka? Shu promise zen degan metodida bitta yana callback funksiya yasaysiz. Mana callback funksiya. Va funksiyangizda bu yerda ko'rsatyapti turgan mana datangiz bor. Shu data mana bu yerda resolve ichida ko'rsatilgan ma'lumot hisoblanadi. Mana shu yerdan kelyapti turgan ma'lumot mana data bo'lib keladi. U bitta o'zgaruvchi bo'lishi mumkin, obyekt bo'lishi mumkin, massiv bo'lishi mumkin, JSON bo'lishi mumkin. Qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yerdan kelyapti turgan ma'lumot bizga mana shu zen orqali foydalanib ko'rsatiladi. Endi xato bo'ldi deb tasavvur qilsam, unda nima qilaman? Buning uchun reject degan funksiya bor. Saqlab F5 ni bosadigan bo'lsam, mana rejectda xatolik jo'natiladi. Xatolik uchun ham obyekt yaratay. Error degan klass bor. Konstanta xatolik new error. Masalan, qandaydir xatolik bo'ldi. Mana shu qandaydir xatolikni kodi yoki qandaydir ma'lumotlarni mana shu error qilib, reject orqali jo'natib yuboraman. Xatolik. Saqlab ishlayapti, reject bo'lib mana bu yerda errorga nima beryapti? Qandaydir xatolik deb turib bizga ma'lumotni beryapti. Endi bu promisimiz reject qilib yuboryapti. Mana promisni ishlashini to'xtatib bizga muammoni aytyapti ekan, mana reject degan narsa. Endi shu ham ma'lumot uzatishi mumkin. Masalan, bu ham qandaydir ma'lumot uzatdi deylik. Mana xatolik degan ma'lumot uzatdi deylik. Endi uni ushlab olish uchun endi zen degan emas, catch degan funksiya ishlatiladi. Catch deb turib bunda ham function deysiz. Xatolikni ushlab olish uchun data console log data degan bo'lsa saqlab F5 ni bosadigan bo'lsa, mana endi hali qizil bilan chiqmayapti-da. Biz dasturimiz o'zi. Endi bu brauzerga xatolik ko'rmayapti. Biz o'zimiz boshqaryapmiz xatolikni. Try catch'ni ko'rdik, eslayinglar bo'lsa. C++da. Try catch. Masalan, 0 ga bo'lganda darang aytib dastur muammo tashaverar edi-yu. Bu yerdagi catch ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Brauzerga xatolikni bitib bermaydi-da. Siz o'zingiz u xatolikni boshqarishingiz mumkin. Masalan, ma'lumot kelmadi degan. Qandaydir. Mana shunday holatda siz ma'lumot kelmayotganini ushlab olishingiz mumkin. Demak, promisda zen orqali xatoliksiz to'g'ridan to'g'ri kelyapti turgan, ya'ni resolve orqali, resolve funksiyasi orqali jo'natilgan ma'lumot tushasa, catch orqali nimani ushlar ekan? Reject funksiya orqali jo'natilyapti turgan ma'lumot ushalar ekan. Mana shu yerdagi bu yerda qandaydir xatolik yoki bo'lmasa obyekt va hokazo jo'natilishi mumkin. Demak, bu promisda foydalanilgandan keyin hosil bo'ladigan zen yoki catch orqali musoramiz ekan. Keyin yana buni bitta finally degan metodi bor. U xato bo'ladimi? Xato bo'lmaydimi? Qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar bunga hech qanaqa ma'lumot kelmaydi, to'g'ridan to'g'ri ishlaydi. Console shu promise ishni yakunlaganligini ifodalaydi. Masalan, promise yakunlandi deb turib xabar chiqarib qo'ysam. Ko'radigan bo'lsak, mana promise yakunlandi. Bu xatolik bormi, xatolik yo'qmi qarab o'tirmaydi. Bu finally yakunlanishini ifodalab kelar ekan. Endi hozir men xatolikni ushalimman-da, shunchaki shu yerda bitta o'zgaruvchi olaveray. Mantiqiy o'zgaruvchi. Let
is error degan. Masalan, xatolik bormi? False. Hozircha xatolik yo'q deyapman. Endi mana bu yerda aytaman. Agar is error bo'lsa, aks holda xatolik bo'lsa reject qilib xatolik bo'lmasa deyman. Bu narsani o'chirib olib turaman. Saqlab F5 ni bosadigan bo'lsam, bu yerda zen bo'lganda assalomu alaykum emas, xato mavjud emas deb xatoliksiz ishladi yoki bo'lmasa OK deb qo'ying. Bu yerda error deb qo'ying. Error saqlab F5 ni bosadigan bo'lsam, mana OK deyapti. Nimaga? Chunki men errorni false holatda beryapman qiymatini. Agarda shuni true qilganimda error. Demak bu xatolikdir. Nima orqali ushlab olyapti? Kech orqali. Xato bo'lmasa zen ichidagi kodlar mana shunday ketma-ketlikda bajarilyapti.